Diqqat, tezkor, shoshilinch xabar. Prezident iste'foga chiqdi. Og'ir xastalik tufayli. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Bangladesh prezidenti Muhammad Shahobiddin 5 yillik vakolat muddati tugashiga 2 yil qolganda o'z lavozimini tark etdi. 76 yoshli davlat rahbari 24-iyul kuni ushbu qarorga salomatligi yomonlashgani sabab bo'lganini bildirdi. Tegishli qaror muxolifat partiyalarining u iste'foga chiqishi haqidagi talablari kuchaygan bir paytda qabul qilindi. Prezident matbuot kotibi e'lon qilgan bayonotda Shahobiddinning salomatligiga oid tafsilotlar keltirildi. So'nggi tibbiy ko'riklarda unga avtonom neyropatiya tashxisi qo'yilgan. Bu xastalik tufayli prezident vaqti bilan qisqa muddatga hushini yo'qotib qo'ymoqda. Men og'ir xastaman. Shu sababli konstitutsiyaviy lavozimimdagi burchimni bajara olmayman, deyiladi Shahobiddinning Milliy assambleya spikeri Hofizuddin Ahmadga yo'llagan maktubida. Spiker Hofizuddin Ahmad iste'foni qabul qilganini ma'lum qildi. Prezident matbuot kotibi Sarvar Alamning ta'kidlashicha, konstitutsiyaga ko'ra prezidentning imzolangan maktubi spikerga topshirilishi bilan iste'fo kuchga kiradi. Yangi prezident saylangunga qadar uning vazifasini parlament spikeri bajarib turadi. Konstitutsiyaga binoan yangi prezident yaqin 90 kun ichida saylanishi shart deyilgan xabarda.